Xo'p, o'rtoqlar, ikkinchi darsni ham boshlaymiz. Ushbu darsimizda platformaga tanishuv, ya'ni tradingga kirgandan keyin biz qaysi platformalarda tahlil qilamiz, qaysi platformada savdo qilishimiz mumkin bo'ladi, shuni hammasini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. TradingView va MetaTrader 4.5 da biz shu platformalarni ishlatamiz. Demak, bugungi dars rejasi TradingView nima va uni qanaqa yuklab olsak bo'ladi, MetaTrader 4.5 professional platformasini ham qanaqa yuklab olsak bo'ladi. TradingView va MetaTrader farqini ko'rib chiqamiz va grafik turlari va time frame'larni ham hammasini ko'ramiz. Va amaliyot ham bo'ladi. Ya'ni men bu yerda ekran zapis qilib video yuklayman. Ushbu videoni ko'rib turib ham sizlar o'zingizlarning kompyuteringizda takrorlab o'rgansanglar bo'ladi. Xo'p, demak, boshladik. TradingView nima? TradingView platformasi dunyodagi eng mashhur onlayn charting platformasi bo'lib, u brauzer orqali va programmasi ham bor. Programma orqali ham ishlaydi va hech nima pulli versiyasi ham bor, tekin versiyasi ham bor. Sizlar shuni o'rganib shunga kirib turib savdo qilsanglar bo'ladi. Bu yerda 100 tadan oshiq indikatorlar bor. Tahlil va chizish asboblari va telefon, kompyuter, planshetda ham ishlatsa bo'ladi va buni bepul versiyasi ham boshlash uchun yetarli bo'ladi va ijtimoiy tarmoqda boshqa treyderlarni ham g'oyalarni o'g'irlab savdo qilsanglar ham bo'ladi, lekin men buni tavsiya bermayman. Lekin shunaqa qilsa ham bo'ladi. Va TradingView yuklab olish uchun kompyuter orqali brauzerga tradingview.com saytiga kirib turib yuklab olsanglar ham bo'ladi yoki brauzer orqali ham ishlatsanglar ham bo'ladi. Va agar sizda iPhone bo'ladigan bo'lsa, App Store orqali, Android bo'ladigan bo'lsa, Google Play orqali bo'lib, TradingView deb yozsanglar, o'zi chiqib keladi. Va ro'yxatdan o'tib turib, pochta yoki Google akkauntni yuklab, bepul versiyada bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Hop, MetaTrader 4.5 nima? MetaTrader 4.5 da asosan biz tahlil qilmaymiz. Bu yerda biz savdo ochishimiz mumkin bo'ladi. Va savdo qilishimiz uchun bizga brokerlar albatta через brokerlar orqali savdo qilamiz va savdo ochish imkoniyatini beradi. MetaTrader 4 bilan 5 farqi nimada desanglar, Tor forex uchun mo'ljallangan, oddiy va tez va juda ham ko'p brokerlarni qo'llab-quvvatlaydi va eng mashhur platforma. Men ham o'zi Tor ishlataman. 5 bo'lsa, forex ham bor, aksiya ham bor, tovarlar ham bor va time frame'lar ham ko'proq. MetaTrader 5 da va hozir zamonaviyroq risk ko'rsatadi va qancha foyda zararlarligingizni ham o'sha chartozda ko'rsatadi va yangi avlod platformasi deyiladi. MetaTrader yuklab olish uchun kompyuter orqali MetaTrader saytiga kirib turib yuklab oladi. iPhone'da App Store, Androidda bo'lsa Google Play orqali yuklab olinadi va buning uchun broker sizlar MetaTrader yuklab olganingizdan keyin shundoq savdoga kirib ketmaysizlar. Albatta brokerdan ro'yxatdan o'tish kerak bo'ladi. Brokerdan o'tish darsi bo'lsa, keyingi darsda ko'rib o'tamiz. Hop, TradingView va MetaTrader farqini ko'rib chiqamiz. Hop, TradingViewda biz tahlil qilamiz, MetaTraderda biz savdo qilamiz. TradingView brauzerda, platformada ham ishlaydi va MetaTraderda yuklab olish kerak bo'ladi. TradingView bepul versiyasi ham bor, pulli versiyasi ham bor. MetaTrader bo'lsa bepul, faqat broker orqali ishlaydi. Hop, grafik sifati TradingViewda juda yuqori, sababi TradingViewda tahlil qilsa bo'ladi. MetaTraderda o'rtacha, chunki savdo qilasizlar, unaqa grafikka ko'rish shart emas. Hop, TradingViewda haqiqiy savdo qilsa bo'ladi, ba'zi brokerlar bilan TradingViewda ham ishlashadi va MetaTraderda to'liq savdo qilinadi. Indikatorlar bo'yicha TradingViewda 400 tadan oshiq indikatorlar bor va MetaTraderda 30 tacha indikator o'rnatilgan bo'ladi. Hop, endi bo'lsa grafik turlarini ko'rib chiqamiz. O'zi grafik nima desangiz, bitta shamcha bor-ku, o'zingizlar ko'rgansizlar. O'sha shamcha chart deyiladi va bu grafikda ham ko'rsatiladi. Bar chart bor, har bitta sham ochilishi, yopilishi va eng yuqori past narx ko'rinadi. Candlestick bo'lsa bu sham deyiladi va eng ko'p ishlatiladigan grafik turlari bo'ladi. Va ranglar orqali yo'nalish ko'rsatiladi. Masalan, yashil o'suvchi, qizil tushuvchi. Va line chart bor, bu chizuvli qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu oddiy chiziq grafik bo'ladi va faqat yopilish narxi ko'rsatiladi. Bu yerda ko'proq boshlang'ichlar uchun trend aniqlash uchun ham ishlatishadi.
Hop, time frame'lar ham bor. Vaqt oralig'i, masalan, bizda 1 minutlikdan boshlab 1 oylik va 1 yillik vaqt oralig'ini ham ko'rsak bo'ladi. Ya'ni time frame har bitta masalan ochilgan sham qancha vaqtni o'z ichiga olishiga aytiladi. Masalan, 1 minutlikdan 15 minutligacha scalping va juda tez qisqa muddatli savdolarga aytiladi. H1 va H4 bo'lsa soatli intraday ya'ni bir kun ichida savdoga aytiladi. D1 bo'lsa asosan kunlik swing trade, ya'ni bir necha 4-5 kunlik savdoga aytiladi. Hop, weekly va oylik bo'lsa bu uzoq muddatli tahliliy investitsiya. Bu ko'proq bir haftalik va oylik ko'proq aksiyalar uchun, aksiyalar savdosi uchun ko'proq foydali bo'ladi. Va amaliyot vaqtida hozir biza sizlarga men TradingView ochish va interfeysini ko'rishni o'rgataman va valyuta juftligini tanlashni ham ko'rsataman, time frame'larni alishtirishni ham ko'rsataman va trend liniya chizish va asboblar panelini ham ko'rsataman va indikatorlar qo'shishni ham ko'rsataman. Demak, videoni ko'rsanglar bo'ladi. Videoni ko'rib bo'lgandan keyin darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, demak, TradingView interfeysini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda TradingViewda birinchi bo'lib ochganingizda e'tibor berishingiz kerak bo'lgan narsa. Hop, mana bu yoqda bizda burchakda GBP USD deb turib, valyuta juftligini ko'rsatyapti. Hop, buni ustiga bosib turib, o'zimizga kerakli bo'lgan masalan valyuta juftligini tanlashimiz mumkin bo'ladi. Masalan, euro USD ni tanlab turib, mana e'tibor bersanglar, o'sha euro USD ni valyuta juftligiga o'tdi. Endi bu yoqda masalan mana bu yoqda har xil anaqalar bor. Mana buni bossanglar masalan trend liniya chizishingiz mumkin. Yana bu yoqqa kirsanglar qo'shimcha har xil anaqalar bor. Chizish uchun narsalar va bu yoqda e'tibor bersanglar o'zingizga kerakligini mana yoniga yulduzcha qo'yib turib izbirniga qo'shib olsanglar bo'ladi va bu shu shaklda mana bu yoqda kelib chiqadi va o'zingizlar bemalol bu yoqdan tez-tez chizib ishlatsanglar bo'ladi. Va yana TradingViewda eng kerakli narsalardan bittasi mana bu yoqda masalan mana bu yoqda degan сделка ochayotgan paytingizda masalan long masalan buy ochsanglar longni bosib turib mana bunaqa qilib o'zingizlarga belgilab olsanglar bo'ladi. Yoki masalan sell short olmoqchi bo'lsanglar mana S bosib turib bu yoqdan shortni belgilasanglar bo'ladi va bu yoqdan mana bu yoqda euro USD ning yonida mana bitta bir chas turib, ya'ni bu 1 soatlik time frame. Buni ustiga bosib turib, masalan, bir haftalik, bir kunlik, mana bu yoqda bir kunlik, masalan 4 soatlik o'zingizlarga mos, ya'ni o'zingizlarga kerak bo'ladigan time frame'ni belgilab olsanglar bo'ladi. Va yana kerakli narsalardan bittasi mana bu yoqda yaponskiy svecha turibdi va bu yoqda liniya bor. Masalan, bu yoqda liniyani bosib turib ham bozorni trendini aniqlash uchun ham ko'rib olsanglar bo'ladi. Endi ko'pchilik bu yoqda yaponskiy svechani ishlatadi. Men ham shuni ishlataman. Bu pustiy svecha ekan, bu kerak emas. Masalan, bar bor. Bu yoqda ochilish, yopilish narxi ko'rinadi. Liniyani bosib turib trend ko'rib olsanglar bo'ladi. Trend qanaqa? Bu yoqda mana yaponskiy svechaga qo'yamiz. Mana bu yoqda indikatorlar bo'limi bor. Bu yoqda indikatorlar bo'limiga kirib turib, o'zingizlarga kerakli indikatorlar bemalol masalan mana yozib turib kirib olsanglar, ko'rib olsanglar bo'ladi qo'shib turib. Yana bu yoqda o'zingizlar mana bitta anaqa bor, nima edi? Lineyka bor. Anaqani o'lchashga, qancha punktuaj yurganini o'lchash, nima deydi? O'lchashinglar mumkin. Bu yoqda masalan mana bitta rasm yozsanglar bo'ladi. Xullas, bu yog'ini o'zingizlar masalan ko'rib olsanglar bo'ladi. Atak eng kerakligi mana masalan instrumentlarni qidirib bemalol yozaverasizlar. Time frame va indikatorlar. Qolgani masalan trend liniya analiz qilish uchun Fibonacci'larni o'zingizlarga moslashtirib olsanglar bo'ladi. Hozircha euro USD ning interfeysi shu.
skachat qilib programmasiga kirsanglar, shu tarzda bo'ladi. Endi menda yashil, qora qilib qo'yganmanmi? Ko'pchilikda bu yashil, qizil bo'lishi mumkin. Xohlasanglar qoraga ham o'tkazib olsanglar bo'ladi. Atak TradingView ga kirganinglarda programma bo'ladimi bu yoki TradingView.com saytimi farqi yo'q. TradingView interfeysi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hop, dars davomiga o'tsak bo'ladi demak. Hop, demak videoni ko'rib bo'lgan bo'lsanglar, amaliyotda platformani sozlash bo'yicha maslahatlar berib o'tiraman. Grafik fonini qoraga o'zgartirsanglar, ko'zinglar charchamaydi va faqat kerakli indikatorlarni qo'shinglar. Buni keyingi darsda men ko'rsataman. Va sevimli o'zingizlar ishlaydigan valyuta juftligini watchlist, ya'ni izbiriniga qo'yib qo'ysanglar, qidirib o'tirishinglar shart bo'lmaydi. Va chizish asboblarini o'rganib chiqinglar. Trendline, rectangle, shunga o'xshagan narsalarni. Va time frame o'zgartirish knopkalarini yodlab olinglar va TradingView'da alert, ya'ni budilnikni yoqishni ham o'rganib olsanglar bo'ladi. Hop, bugungi darsda biz nimalarni o'rgandik? TradingView nima uchun kerakligini, MetaTrader'da nima qilishimizni, savdo qilishimizni, broker orqali va ikkala platformani ham telefonga yuklab olsanglar bo'ladi. Bu ham sizlarga vazifa, uyga vazifa. TradingView va MetaTrader'ni kompyuteringlar bo'lsa, kompyuteringlar bo'lmasa, telefoningizga yuklab olinglar va Candlestick shammi grafikini ko'rib olinglar. Eng ko'p ishlatiladigan o'zingizlarga qo'yib olinglar va o'zingizlarga mos, o'zingizlar ishlaydigan time frame'ni tanlab olinglar. Keyingi darsda biz brokerda ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqamiz. Keyingi videoda sizlarni kutaman. Uyga vazifalarni qilib kelinglar.